Feruza Normatovaning eri Olayorning sobiq sevgilisi Shahlo Sallayeva avariyaga uchradi. Ahvoli og'ir. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xorazmlik san'atkor Shahlo Sallayeva o'zining Instagram sahifasida yo'l transport hodisasiga uchraganini ma'lum qildi. Alloh saqladi. Men o'tirgan joyning mashinamizning oldi yo'q, orqa taraf eshik ham men taraf kirib ketgan. Men o'tirgan yer hech narsa bo'lmadi. Allohim ikkimizni asradi. Hamma narsa bir sekundda ko'z oldimdan o'tdi. 120-140 tezlikda qizilda kirib keldi yoshgina yigitlar. Hayotga u darajada o'yin bilan qarash xato menimcha. Uyda ota-ona, yaqinlar yo'l qarab kutib o'tirganini o'ylash kerak. Alloh bergan hayotda ozgina mas'uliyat bilan qarash kerak. Hammasi yaxshilikka deb o'z so'zini yakunladi Shahlo Sallayeva. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.